Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz tirik organizmlarni xilma-xilligi. Keling, birinchi tushunchamiz bu sistematika. Sistematika bu biologiyada tirik organizmlarning kelib chiqishi, o'xshashligi va qarindoshlik darajasiga qarab guruhlarga ajratish bilan shug'ullanadigan fan sohasi hisoblanadi. Oddiygina qilib aytganda, sistematika bu o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarni tartibga solish va nomlash ilmi. Sistematikaning vazifalari organizmlarni tasniflash, ya'ni guruhlash, ularga ilmiy nom berish, lotincha nomlash, ularning evolyutsion qarindoshligini aniqlashdan iborat. Sistematika bu tartibga solish bo'lsa, takson qanday tushuncha? Takson bu o'sha tartibdagi har bir pog'ona hisoblanar ekan. Ikki o'quvchi bahslashib qolishdi. Ular kit va akula tashqi tuzilishi o'xshash, ikkisi ham dengizda yashaydi, ikkalasi ham baliq deyishdi. Sizningcha, ularni tashqi ko'rinishiga ko'ra sistemaga solish to'g'rimi? Yo'q, albatta noto'g'ri, chunki faqatgina tashqi ko'rinishni o'zi sistemaga solishga yetarlicha demak ma'lumotlarni bermas ekan. Misol uchun bizada kuk kitning rasmi ifodalangan va unga tegishli xususiyatlar bilan tanishib chiqamiz. Yuragi 4 kamerali, qon aylanish doirasi 2 ta, o'pkalar bilan nafas oladi hamda issiqqonli hayvonlar hisoblanar ekan. Oq akula esa yuragi 2 kamerali, qon aylanish doirasi 1 ta, jabralar bilan nafas oladi va sovuqqonli hayvon hisoblanadi. Organik olamning zamonaviy sistematikasi, tirik organizmlar kelib chiqishi, o'xshashlik darajasi, tarixiy rivojlanishiga qarab guruhlar sistematik birliklarga birlashtiriladi. Mana quyida bizani sxemamiz turibdi. Hayvonot dunyosining sistematik birliklari. Demak, hayvonot dunyosi sistematik birliklariga turlar, urug'lar, oilalar, turkumlar, sinflar va tiplardan iborat ekan. Buni videoni pauza holatiga qo'yib, mustaqil holatda tanishib o'tasiz. Demak, eng kichik sistematik birligimiz bu turdan boshlanadigan bo'lsa, keling, tur nima ekan tanishib chiqamiz. Tur hamma organlari bir-biriga o'xshash, ma'lum hududda arealda tarqalgan tirik organizmlarni o'z ichiga oladi. Masalan, sizga chiroyli rasmlarni ifodalab qo'yishga harakat qildim. Sariq do'lana tur, tog'larda sariq do'lana turiga kiradigan o'simlik tuplari o'sadi. Ular guli, mevasi, bargi va boshqa belgilari bilan juda o'xshash. Shuning uchun ular bir turga kiritilgan. Demak, fanda har bir turni qo'sh ikki nom bilan o'simliklar, tur va turkum, hayvonlarda tur va avlod nomlari bilan atash qabul qilingan. Bu binar nomenklatura deyiladi. Turni ikki nom bilan atashni birinchi bo'lib shved tabiatshunosi Karolini fanga kiritgan. Masalan, sarimsoq piyoz va anzur piyozdagi sarimsoq va anzur so'zlari turga tegishli, piyoz so'zi esa turkumga tegishli nom bo'lib, mazkur turlarning piyoz turkumiga oid ekanligini bildiradi. Mana e'tiboringizga yuqorida sarimsoq piyoz va anzur piyozining rasmlari keltirilgan, tanishib chiqishingiz mumkin. Turkum bu bir-biriga yaqin turlardan tashkil topgan o'zaro o'xshash turkumlar oilaga birlashtiriladi. Masalan, bodom, olma, o'rik, namatak, do'lana turkumlari birlashib ranodoshlar oilasini tashkil etadi. Kelib chiqish jihatidan yaqin bo'lgan oilalarga, ular esa o'z navbatida sinflarga birlashtiriladi. Masalan, loladoshlar, bug'doydoshlar yoki boshoqdoshlar ikkinchi nomi chuchmomadoshlar kabi oilalar to'planib bir urug' pallali o'simliklar sinfini hosil qiladi. Ranodoshlar, itizumdoshlar, gulxayridoshlar kabi oilalar birlashib ikki urug' pallali o'simliklar sinfini tashkil etadi. Mana demak yuqori qismimizda rasmlar keltirilgan bug'doydoshlar va loladoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simliklar hamda rano guldoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simliklarni rasmini ifoda etishga harakat qildim. Demak, turlarning ilmiy nomini yozishda oldin turkum, keyin esa tur nomi yoziladi. Masalan, Tulipa grigia yoki Tulipa ferganica, ya'ni lola o'simligidagi grek lolasi va farg'ona lolasini, demak, tur va turkumning yozilishi
ketma-ketligi ko'rsatilgan. Keling, videoni shu yerda pauza holatiga qo'yib, o'simliklar va pastda bizada 1 o'rkachli va 2 o'rkachli tuyalar keltirilgan. Ular bilan tanishib, keyin videoni ko'rishda davom etamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik mutaxassislar tomonidan organik olam ikkita katta dunyoga, ya'ni prokariot va evkariotlarga ajratilgan. Prokariotlarga yuqorida rasm bilan ifodalashga harakat qildim. Demak, bakteriyalar dunyosi, evkariotlarga esa protistalar, zamburug'lar, o'simliklar va hayvonlar dunyosi kiradi. Bakteriyalar dunyosiga birlashtirilgan tirik organizmlarning hujayralarida yadrosi bo'lmaydi. Shuning uchun ular prokariotlar deb ataladi. Evkariotlarning hujayralarida esa yadro mavjud. Aziz o'quvchim, yuqoridagi rasmlar bilan tanishib chiqing. Organik olamning qanday dunyolarga bo'linishi, ularni demak prokariotlarga, evkariotlarga qanday organizmlar kirilishi rasmlarda ifodalangan. O'ylaymanki, albatta nazariy ma'lumotlar bilan birgalikda rasmdagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqsangiz, bilimingizni yanada mustahkamlashga yordam beradi deb o'ylayman. Hammangizga rahmat.